Assalomu alaykum. Bo'yin go'shtini duxovkada shunaqa suvli va yumshoq ustlarini qizartirib, mazali qilib tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib qo'y bo'ynini xuddi shunaqa bo'ldirib, ustlarini tilib pishirsanglar, marinad mazasi ishlarigacha o'tib, yana ham mazali chiqadi. Marinad uchun 3-4 dona sarimsoq piyoz, rozmarin barglari, tuz, kashnit solib, chamasi 60 gramm saryonni kesib olib, past olovda eritib, ustidan solib, yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. So'ng folga va pergament qog'ozni ko'rsatilgandek qilib tayyorlab olib, go'shtimiz yana ham suvli va tagiga olmasdan pishishi uchun piyoz va pomidorni padey qilib to'g'rab olib, go'shtni tagidan ko'rsatilgandek qilib taxlab olib, go'shtimizni qo'yib, tayyorlab olgan marinadimizni go'shtimizni hamma joyiga yaxshilab surtib olamiz. So'ng go'shtni pergament va folgaga videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab tayyorlab olamiz. So'ng duxovkani 200 gradusga qo'yib, 3 soat davomida pishirib olamiz. Pishirish vaqtida suv quyib turasizlar, shunda go'shtimiz qurib qolmasdan suvli bo'lib pishadi. Go'shtimiz tayyor bo'lishiga ozgina qolganda, shunaqa kichkina kartoshkalarni past olovda qotirib qovurib olamiz. Ustidan sarimsoq, piyoz, ukrop, tuz solib, aralashtirib tayyorlab olamiz. Pishgan go'shtimiz ustini ochib, duxovkani tepasini baland qilib yoqib, bitta qizartirib olsa, yana ham mazali va ishtahochar bo'lib chiqadi. Videoni xuddi shunaqa ovqat tayyorlab, iftorligiga sizni chaqirishlarini istagan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman. Ramazon oyi muborak bo'lsin.